Kimdan ekan bu? Egasi kim ekan? Egalar aşağı durib 16 edi. 16. O'sha yoqqa turibdi. Orqada ekanlar. Assalomu alaykum. Labon egasi kim ekan? O'raveraylikmi? 16. Ha, adashmasam. 15 ga 16. Ha, 15 ga 16. Ko'ringlar. Kraska? Bittasi bor, u tegdi. Strashni joyi yo'q. Yo'q, yo'q. To'rttala balon yangi ekan, ha? Yangi. Qiziqqan akalarimiz bor-da, adashmasam. Ko'rayotgan bo'lsanglar bitta like bosib qo'yasizlar, ko'rib indamay o'tirmasdan tas like deb bosamiz. To'rttala balonimiz yaxshi holatda, strashni joyi yo'q. Olgan odam ko'rib tekshirib olaveradi deyishyaptilar. 265 ming. Ichki salon holati ko'ringlar, zo'r, barlar o'rnagan. Audio sistema, magnitofonimiz ishlaydi. Ha, ishlar. Ishlaydi. Ko'ringlar, yangi qilib qo'yishgan, pol holat, ideal holatda. Qancha aytamiz bunga? 6000. Kelishtirib aytavering. 6000. Kami bor-a? Ozgina. Gaz nimaganigina? O'rnaga tegdi. Ha, u tomondami? O'tdi buniki. 30 talikmi bu? Ha, ikkita 30 talik. 30 talik. Gazlari bor ekan. 6000 kelishtirib beraman deyishyaptilar. Variant barteri. Hamma narsa bor. Iye. Tez aloqaga chiqib olish kerak ekan. Bir oydan 5 oygacha bor. 1 oydan 5 oy. Boshida qancha bilan? 3000 bilan. Ya, 3000 emas. 2000 bor. Yoki Kelishaveramiz 2,5. Bo'laydi. Ana, kelishaveramiz deyishyaptilar. Telefon raqami 91 91lik 350 350 40 61. 40 61 ga aloqaga chiqinglar. Dokumenti tiniq, ha? Muammosi yo'q, o'zim nomim. Bo'ldi. Bu ham sizdan yili 20. Mana yana bitta Labo zavodskoylardan ko'rsatib o'taman. Bu ham zavodskoyda, bunisi ham. Kraskalari bo'ldi. Ha, bo'ldi. 4 tala balon yangi ekan akalar. Bitta ko'rsatib qo'y sizlarga. 4 tala balon yangi. Dashi nima deydi? Soqollari ham ketmagan. Xo'p. Gazlari o'rnagan. Audio sistema 261 ming. Ichki salon holat zo'r holatda. Xo'p. Saslani zo'r ekan. Yaxshi. Men o'zimga yoqdi. Aloqaga chiqinglar akalar, qiziqqanlar bo'lsa, narx-navosini kelishaverasizlar. Buni qancha deyapmiz? 6,5. Kelishamiz, a? O'sha variant barter. Hammasi bo'ladi. Bitta qaytarib yuborasiz telefon raqami. 91lik 350 40 61 ga aloqaga chiqinglar. Akamizdan ikkita zavat. Bu ham bormi? Bu ham zavatskoy? Voy, mana bu yoqda ham bor ekan. O'sha mehnatga tayyor qilib qo'yishibdi-ku buni. Zo'r holatda ekan. Ichki salon holat. Voy, 80 ming yurganmi bu? 22. 22. Kraskalari qanaqa buni? Top toza. Bu toza. Bor. Unaqa ko'p yurmagan ekan akalar. Hozir men bunga tez aloqaga chiqinglar degandim, bunisi ham bor ekan. 80 mingina yurgan ekan. Balonlar, yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan, zo'r holatda, toza ekan lekin. Akalar aloqaga chiqmasanglar bo'lmaydi. 5,5 ming deb turibdi. Aloqaga chiqmasanglar bo'lmaydi. Sira bo'lmas ekan. 3 ta zavodskoy labularimiz bor. Bitta, ikkita, 3 ta. Yangilar ekan. Aloqaga chiqinglar, narx-navosini kelishinglar. Dokument, yurish-turishi hamma yog'i joyida. 5 oygacha yo'l qo'yib beraman deyishyaptilar. 3000 bosh bilan 3000 deyishyaptilar. Sizni obunachingizga 2,5 ming ham kelishtirib beraveraman deyishyapti. Aloqaga chiqinglar, narx-navosini kelishinglar akalar. Hamma yoqda gazlarigacha o'rnagan. Yasab beraverasiz, o'z usti. Bo'ldi. Qarang. 2006 bo'lish kerak. 2006 bo'lish kerak. O'rtacha summa qanchaga bitadi? 1,5 ming dollargacha. 1,5 ming. Endi kelishlarga bog'liq. Ha. Ted deyishadi, sandu deyishadi, doga deyishadi, bir haliga qo'shimcha narsalarni aytishadi. Aloqaga chiqishaveradi. Aloqaga chiqsa, nima narsa tushuntirib qo'yamiz. Tushunmagan joylari bo'lsa, xudo xolasa. Jigar. Labo kerak bo'lsa, labo bor ekan. Damazila bo'lsa, chiroyli qilib
damazlab qilib tayyorlab beraveramiz deyishyaptilar. Bozoringiz bersin. Xo'p. Nima soldingiz buni? Mayman uni olib qo'ying. Besplatniy. Bozoringiz bersin. Xo'p. Ketdi endi bu yoqda. Zavodlari. Ya zavod emas ekan, Damas Labo ekan. Sizdanmi? Assalomu alaykum. Videoga o'rsak bo'ladimi? Yillari 19. Damas Labo. Holati. Bitta tanishtiring sizlarga. Zapaskalarigacha o'rnagan, akalar, ko'ringlar, 4 tala balon yangi, gazlari bor. Tentportlariga ruxsati bor. Muammosi yo'q. Seyflarni qilib qo'yishganini qarang bular. Qoyillik. Gazlarigacha o'rnagan akalar. Tentportlarigacha ruxsati bor deyishyaptilar. Voy. Ana sizlarga ichki salon holati ideal holatda turibdi ekanligi. 51 mingmi bu? 51 ming ekan. Audio sistema joyida. Bar. Salon holat yaxshi holatda turibdi. Endi bitta narxlarni ham yaxshi qilib so'raymiz. Nech pul aytamiz? 5800. Kelishamiz. Ha, ozgina, ozmoz kelishtirib beramiz. Variant barteri bormi? Yo'q. 19. Naqdiga qanchaga bermayapmiz? Qancha qilish bozor? Bozor 5,5 gacha qilishdi. Yaxshi bo'pti. Ozmoz bilan bitar ekan. Ha, ozmoz bilan bitadi. Dokumenti zo'r. Dokumentlar zo'r, sразу bo'ladi. Telefon raqam 90lik, 90lik 279 279 50 22. 50 22 ga aloqaga chiqinglar. Bozoringizni bersin. YouTube'danida. Aha. Tabii bolam ko'rganman. Davron Tech. Davron Tech. Internetda zo'r ishlarkan bu yerda. Buni ham Bilamsizmi? Qo'ying. Zavodskoymi? 21. Damas Labo. 71 Sizda. Balon. Zapaska. Endi sizlarga bitta ko'rsatib o'tayman mana ichki holatlari. Zapaska. Shumkalari bo'lganmi buni? Xo'p, gazlari o'rnagan akalar. Balonlari yangi holatda turibdi. Bitta sizlarga. Bu qatorga o'tmagandan eslab qolaman. Mana shuni oldim deb. Chunki boriy turib mana shu qatordan qaytmoqchi edim. Xo'p. Voy, ichki salonni ko'ringlar. Shu zo'r-a. Nima bu holatlar? Bu ayb ham topolmaysizda, bu labolarni ko'rib boru. 70 ming yurgan ekanmiz. Audio sistema joyida. Ideal, yopilish holati ideal ekan. Buni qancha aytamiz? Siz bilan gaplashaveramanmi? Qancha dedik buni? 6000 ozgina kami bor. 6000 kelishamiz. Ha, kelishtirib beramiz. Siz ana variant qilib beraylik. Birar yarim oyga, Ha, bo'laveradi. ha? 1,5 oyga bo'laveradi. Dokument hamma yog'i bitadi. Bitadi. Tentportlargacha ruxsati bor. Bor. Telefon raqami bitta qaytarib yuborasiz. 90lik, 90lik 279 279 50 22. 50 22 ga aloqaga chiqinglar. 21 dedikmi buni? 21 Damasimizni laboga tayyorlangan variantlari. Seyflarigacha qilib qo'yilgan. Zapaska hamma yog'i joy-joyida ekan. Aloqaga chiqinglar, narx-navosini kelishinglar. Bu yoqda ham mana navbatdagilar bor. Qaysi biri ko'ngilga jiz etgan bo'lsa, tez aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringizni bersin. O, hoji akamniki. Assalomu alaykum. Chiqmadilarmi? Yangi kelibdi. Yili nechi buni? 2008 Damas Labo. Oma. Birga bir qilib qo'yibsizlar lekin. Qoyil lekin. Shumkalari ham qilingan. Qo'llari, eshiklari bo'lgan. Yo ishi nimaga bo'ldim? Eshik yopilishida tirq etib yopildi. Zo'rda, yana telefonlar ham tushib ketar ekan. Xo'p. Balonlari yangi. Tentportiga ruxsati bor-a? Hamma yog'i joy-joyida. Ana ichki salon, orqa holatini bitta ko'rsatib o'taman. Sizlarga voy.
Gazlari hamma yog'i joy-joyida ekan. Zapaska ham qo'yib qo'yishgan edi. Qoyil. Ana ochib qo'yishdilar. Bitta foydalanaylik mana shu holatidan. Mana sizlar. Olgan odam bemalol ko'rib tekshirib olaveradi deyishyaptilar. Yana yurganlar ham bitta aytib o'taylik, 385 ming ekan. Xo'p, aji sistema ishlaydi. Salafan qilib qo'yishganini qarang. Chexollar. Mixday bo'lib turibdi lekin bori. Olgan odam bemalol ustasi bilan kelib ko'rsinlar deyishyapti. Qancha aytamiz bunga? Kelishtirib ayting. 5400 dan tushib beramiz. 5400 tushib beramiz. Variant barteri? Yo'q, naqd yo'q. Faqat naqdiga. Dokumenti zo'r bo'lsa kerak, a? Sizlardan pul bo'ladi. Telefon raqam? 90lik, 90lik 215, 215 35, 35 97. 97 ga aloqaga chiqinglar. U yondagisi ham sizgimi? Yo'q, ishlab qo'ymadi, reklama. Ha, boshqa. Boshqa. Aloqaga chiqinglar, narx-navosini kelishinglar. Chunki hali videoga olmasdan mana shuni ko'rib ketgandan yangisi kelibdi, yangi tayyorlashibdi. Ammo ideal holatda turibdi, mixday bo'lib turibdi. Shumka, polni shumka, ammo zo'r turibdi-da. Zapaskalarni qo'yib qo'yishgan. Tent bordlariga dokumentlari bor. Bozoringiz bersin. Xo'p, bu yoqda yana bitta bor ekanda. Mana shuni olishga ruxsat bormi ekan, yo'qmi ekan? Damazlar bo'yagan. Xo'p, zapaskamiz bor, gazlarigacha o'rnagan, 4 tala balonni yangi qilib qo'yilgan ekan. Endi hozir egalaridan so'raymiz-da endi. Assalomu alaykum. Videoga olsak bo'ladimi? Yili nechi? 2008 2008. Damazlar bor. Tent bordlariga ruxsat bor-a? Ruxsat bor aka. Muammosi yo'q dokumentida. Ammo yo'q, gen desangiz gen. O, ichki salon zo'r qilib qo'yibsiz-a? Yo'q, xolasa, Bekem kuz 138 ming. Sidina, ba, salon holati ideal holatda. Benzinda aka. Sidina, yumshoq sidina. Benzinda. Ha, benzinda. Xo'p, Salondan chiqqandan beri gaz o'rnamagan. umuman Ha. qo'y. Lekin gazga ruxsatini olib, gaz balonlarini ustuna olib hammasini qilib qo'yilgan. Bunisiga ham. Ha. Voy, gazga ham ruxsati bor ekan akalar. Gazlarni ham o'rnatib qo'yilgan. Ana, gazlarni ham o'rnatib qo'yishgan. Yumshoq balonlar. Seyflari. Ham ko'ringlar. Gazlarigacha o'rnagan zapaskalari bor ekan. Aytib o'tgandim sizlarga. Lekin. Buni qancha aytamiz? Qancha aytamiz buni? 5 ming kam bor aka. Kelishtiramiz. Ha, zapaska balonlarni ustuna qilib qo'yilgan. Tayyor mana. Ha. Minishga tayyor ekan, xullas. Minishga tayyor aka, xudo xolasa. Uyaltirmaydi. Variant barteri bormi? Yo'q, yo'q, naqd. Faqat naqd. 5 kam bor, endi ozmoq qilib beramiz. Bir yarim oyga kelishtirib bering endi. Faqat naqdmi? Pul zarur. Pul zarur. Bo'ldi, telefon raqami. 94lik 94lik 008 008 42 45. 42 45. Bozoringizni bersin aka. Xo'p, akamizga telefon kelib qoldi, ko'p ham qo'llarini ushlagim kelmadi. Mana ma'lumotni eshitdinglar. Aloqaga chiqinglar, qiziqqanlar bo'lsa, narx-navosini kelishaverasizlar. Dokumenti hamma yog'i joy-joyida, faqat benzinda yurgan. Gazlargacha o'rnatib, dokumentini ham qilib qo'yganmiz deyishyaptilar. Qoyil lekin. Assalomu alaykum. Sizlardan videoga olsak bo'ladimi? Yillari. Ha, egalari u yoqda. Bunisi akamiz gaplashayotgan ekanlar. No, bitta ko'rsatib qo'yaraman. Xo'p. 4 tala balon yangi qilib qo'yilgan. Aka, videoga olsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Videoga olsak bo'ladimi? Yillari necha ekan? 2009 ga 2022 ko'zib bosilgan. Xo'p, 4 tala balon yangi holatda. Yurishlarda muammo yo'q-a? Tekkiz-a? Xo'p. Mana sizlarga orqa holati. Bu haqiqatan 4 tala balonni yangi qilib qo'yilgan ekan. Yangi. Xo'p.
bitta ko'rsatib qo'yay sizlarga. Chexol 574 pol holati. Narxini nech bilyapmiz? 6000 kelishamiz. Variant partiyalar bormi? Unisiga ham kelishaveramiz. Dokumenti tiniq. Telefon raqam 94 601 57 75 ga aloqaga chiqinglar. Narx-navosini kelishinglar.